Hammaga assalomu alaykum, hurmatli Promotion platformasi o'quvchilari. Bugungi darsimizda Adobe programmalarini ustanovka qilishni o'rganamiz. After Effects programmasini ustanovka qilamiz. Ko'rib turganingizdek, Adobe After Effects 25.3.1 versiyasida ustanovka qilib olamiz. Shunaqa okno chiqadi va birinchi papkani ochamiz va Creative Cloudni ustanovka qilib olamiz. Batafsil tushunib olish uchun o'zingiz ham instruksiyani ko'rib chiqib, o'qib chiqishingiz mumkin. Creative Cloud papkasini ochamiz va установочный faylni ochamiz. Продолжить. Установить для всех пользователей компьютера. Продолжить. Установить. Parolimizni yozib olamiz. Creative Cloud programmasi ustanovka qilindi. Bu oknolarni yopamiz va After Effects programmasini ustanovka qilib olamiz. Bu uchun ikkinchi papkamizni, install papkasini ochib olamiz. Yana bir marta install bosamiz. Установить. Parolimizni yozib olamiz. Va yana bir marta install ochamiz. Открыть. Разрешить. Разрешить. Parolimizni yozib olamiz. Ustanovka qilinayotganda har xil разрешить knopkalari или открыть knopkalari chiqsa, hammasiga разрешить va открытьlarni tanlaymiz. Bu yerdan ingliz tilini tanlab olamiz va продолжить knopkasini bosamiz. Ustanovka ketyapti. Agarda sizda ham xuddi shunaqa okno chiqqan bo'lsa, After Effects'imiz to'g'ri ustanovka qilinganligini bildiradi. Закрытьni bosib, bu oknolarni yopib olamiz.